agar 3 yil ichida darvoza zang chiqazadigan bo'lsa, plyusni shunchaki qaytarib beramiz deyapti ustakalarimiz. Darvozani chiroylilarini ko'rsatish uchun yana usta Murodjon akani oldilariga yetib keldim. Aka, charchamayapsiz, kechmisiz. Kafolati bilan birgalikda 12 ta viloyatga. Bemalol aka, kafolat 100% beramiz darvozamizga. 3 yil garantiya beramiz shu darvozamizga. Kechatning darvozaligi asmo 3 yil kafolat beramiz deyapti. Qolaversa kanalingizga yangi video qo'yishim. Shunday aka. Nimadir aksiya qilib beradi. Ular Xudo xolasa aka, birinchi marta siz bilan ishlashimiz. Kimda-kim kommentariyaga yaxshi razmerlarini qoldirib, qiynalyapti, muhtoj oilaga razmerlari tushadigan bo'lsa, shu darvozamiz kvadratini 150 ming so'mdan qo'yib beramiz. Bu o'zi aslida akalar kvadrati 650 ming so'mlik bo'lgan pechatli darvozani eng fulli, aka. Shunday aka, eng qalin materialda bo'lgan. Mana shunday. Agar kimgadir razmeringizni yozib qoldiring, akajon, xonadoningizga tushib qoladigan bo'lsa, 150 ming so'mdan so'z isboti bilan gapirildimi, inshaalloh bajariladi. Dastavkasi ham aka shuning ichida bepul aka. Shunday, vodiy bo'yicha bepul aka. Vodiydan tashqari viloyatga kelishilgan holatda bo'ladi. Kelishilgan holatda. Shunday. Akalar ustakamizga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Aslo xudo xolisa sharmanda qilish yo'q, Alloh sharmanda qilmasin, ishimizga 100% javob beramiz. Deyishyapti akalar, bitta ish sifatiga o'zingizlar baho beraverasizlar. Xo'p. O'zbekiston bo'yicha bepul o'rnatib berasiz, aka. O'zbekiston bo'yicha bepul aka, dastavka uстановkamiz. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, bularimiz nech puldan chiqadi, aka? Bu darvozamizga keladigan bo'lsa aka, razmerlari eniga 3 metr, balandligi 3,5 metr. 1.3 lis vibraga bosilgan variantda bo'lgan aka. Avtomobilning kraska, shkalansivet, karishli, temirlak, yaltiroq, bliskirak sepganmiz aka. 1 metr kvadrat 600 ming so'mdan qilib beramiz aka. Taglari shivellar. Xo'p, bo'ladi. Aka 600 ming so'mdan tayyorlab berishadi. Bu darvozamiz tayyor. Kimga kim razmeri tushadigan bo'lsa sotib olaveramiz aka. Tayyor, aka? Tayyor. Bu darvozamiz ham tayyor aka. Razmerlari eniga 3 metr, balandligi 3,5 metr. Ikkita yoni 10/5 profil, 1.7 stenada tagi shivellar aka. Aha. Listlarimiz 2 qavat 1.8 likda bo'lgan. 1.200 ming so'mdan 1 metr kvadrati. 1.200 ming so'mdan. 1.200 ming so'mdan. Ana shunday. Xo'p, aka, bunga ham garantiyasi shunaqa 3 yil. Shunaqa 3 yil garantiya beramiz aka. 3 yil garantiyasi bor. Yana kelsanglar, akalar tayyor holatda deyishyapti, kelishtirib berishadi. Yo'llarni shiveller qilib beradigan bo'lsangiz nech pul bo'ladi? 1.250 ming so'mdan chiqadi. 50 ming so'm qo'shiladi. Aylan atrof shiveller bo'ladigan bo'lsa aka. Gap yo'q. 50 ming so'm qo'shiladi xolos. Shunday. Xo'p, mana bu darvoza odamning e'tiborini shunaqa tortyapti, akalar. Haytekki ham, umuman boshqachasi ko'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p, aka, ichiga bu? Bu darvozamiz eniga 3 metr, balandligi 3,5 metr. Nalichkasi ikkita tarafga 30 santimetrdan chiqqan aka, tepasiga 40 santimetr chiqqan. 40 santimetr chiqqan. Bu materiallariga keladigan bo'lsa, ikkita yoni tagi 10 lik rossiyskiy shiveller, listlarimiz 2 qavat 2 likda bo'lgan buniki. 2 lik listda bo'lgan. Shumkali, haqiqiy, tuplitelni darvoza bo'lgan. Nerjavenkalar bilan yopishtirganmiz. Mana bu joylari kraskada bezayib berganmiz aka. 1 metr kvadrati 1.300 ming so'mdan. O'zbekiston 1.300 ming so'mdan. Full holatda aka. Full holatda. 2 qavatli bo'lganmi bu? 2 qavat shumkali. 3 yil garantiya beramiz. 3 yil ichida zang chiqazib yoki kraskasi ko'chadigan bo'lsa, pullarni qaytib beramiz yoki boshidan remont qilib beramiz. Boshdan remont qilib berasiz. Shunday aka. Endi darvoza qayerda turishiga ham bog'liq. Agar yomg'ir, turadigan bo'lsa, 2 yillarda o'zi zang chiqarishni boshlaydi aka, chunki ochig'ini aytish kerak. Pana joyda bo'ladigan bo'lsa, quyoshga chidamli. Yomg'ir, qor tushmaydigan bo'lsa bo'ldi aka. Bo'ldi. Garantiya beramiz. Aka, tayyorini oladigan bo'lsangiz, misol uchun zakazga necha kunda qilib berasiz? Zakaz shu darvozalarimizga aka hozirgi kunda 20 kun. 20 kunda tayyorlab beramiz. Akalar 20 kunda ishini tezlashtirib berishadi. Bu darvozamizga keladi bo'lsa aka, soqqali darvoza deb ataladi. Razmerlari eniga 3,5, balandligi 3,5 aka. Ikkita yoni tagi 10 lik rossiyskiy shivellerda bo'lgan. Aha. Tepa qismlari ochilmaydigan qism, guluhoy qismi bor, havo aylanadigan qilib berganmiz. Listi 2 qavat 2 likda, shumkali aka. Darvozamizga garantiya beramiz. Shunga ekstra shumkalardan yopishtirib foydalanilgan. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, akalar, darvozada umuman silliq ishlangan, germetik, permetik unaqa narsalar. Unaqa narsa yo'q aka. Faqat silliq ishlab beramiz. Germetik sep ber desa sepishaveradi. Sepishda bitta afzallik tomoni bor, kraskani ma'lum bir miqdorda ushlaydi, keyin ustani aybini berkitadi. Yana qanday sepiladigan bo'lsa, ustani aybini yopadi. Shunday aka, ko'p joyda. Bu darvozamiz 1 metr kvadrat aka, 1.250 ming so'mdan O'zbekiston bo'yicha dastavka uстановkamiz bepul. 1.250 ming so'm. 1.250 ming. Akalar, 1.250 ming so'mdan O'zbekiston bo'yicha bepul. Dubai darvozamizga keladigan bo'lsak, Dubai fason darvozamiz aka,
Razmerlari eniga 3.90, balandligi 3.5 metr. Kirish eshigi o'ngda addenli bo'lgan. O'rtalariga 10 ga profil qo'yganmiz, ikkilik sterada. Hozir kirish xuddi bu yerdan, aka? O'ngda. Bu tarafdan faqat mashina kiradi, bu tarafdan odam kirgani ochib yopishaveradi. Razmeri kattaligi uchun shunday. Ichida qilib berdingizsa, ichida ham qilib beraveramiz aka. Narxini nech bilan chiqadi aka? 1 metr kvadrati 1.400.000 so'mdan 2 qavat shumkali 2 lista bo'lgan aka. Bu darvozamiz ham. 1 million qancha? 1.400.000 so'mdan. 1.400.000 2 qavat shumkali variant aka. Garantiyali beramiz shu darvozalarimizga. Kafolati bor ota xolos. 3 yil garantiya bor aka. Bo'ldi. Xo'p, bu darvozamiz. Shtampovka darvozamiz aka. Razmerlari eniga 3.5, balandligi ham 3.5. Listimizda qalinligi aka 0.91113. 3 xil varianti bor. Bu darvozamizning kvadrati 450 mingdan 600 ming so'mgacha chiqadi aka. Xo'p, endi yo'llarga vibra deganlarni qiladigan bo'lsangiz, 1.3 list bo'ladigan bo'lsa 600 ming so'mdan qilib beramiz. 600 ming so'mdan qilib beramiz. Vibrali variantga 1.3 listli darvozamizga 3 yil garantiya beramiz shtampovkaga. Ha, narxi arzonligi ham qimmatga ham 450 ming so'mligiga, chunki listi yupqa, shuni hisobiga kraskasi ozmoz ko'chib qolish ehtimoli bor aka. Ha? Ana shundoq. Xo'p, akalar, ustakamizning sexlari o'zlarida, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ish jarayonlari ham kesib turibdi. Bu yerda bolajonlar yana ham ish qilyapti. Do'stlar, ko'rganingizdek, bemalol kirib ko'rib ketsangiz bo'laveradi. Xo'p. Shu ham o'ta boshqacha chiqdi lekin, aka, ishonasizmi? Buni xudo xolasa yangilik qilib chiqarsak, agar rangini bir o'zgacha qilib, bu darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsa-chi, eniga 3.5, balandligi 3.5. 3.5. Listimizda qalinligi 1.3 likda bo'lgan aka. Ikkita yoni 8 ga 6 profil, 1.7 lik, qanotini profillari 1.3 lik bo'lgan aka. Tagi shviller. Kraskasi toza avtomobilning banishni kraska bo'lgan, glansiy lak sepilgan, matviy emas. Hop, nerjivenkalari ham 0.9 qalin stenada bo'lgan aka. Valnasi yo'q, ko'rishlari mumkin. Nerjivenkalar ham aka litfor berayotgan bo'lsangiz, choklari birga bir bo'lib tushgan. Sifat bexijolat, uyaltirib qo'ymaydi akalar, xudo xolasa. Bemalol karchir urib yuvishlari mumkin. Shu darvozamizga ham garantiya beramiz. Yuvishda bo'laveradi. 1 metr kvadrati 650 ming so'mdan qilib beramiz aka. Bir qavatli variant. 650 ming so'mdan. 650 ming. Agar 2 qavatli vibraga bosib, oldi orqasi bir xil bo'lsin deydigan bo'lsa, 900 ming so'mdan qilib beramiz aka. 900 ming so'mdan. 900 ming so'mdan. Oldi ham shunday, orqasi ham shunday qilib beraveramiz aka. Bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Ana shundoq. Xo'p, akalar, mana bu darvozaga ham bitta e'tibor beraverasizlar. Boshqacha chiqqan, rangi ham och-mo'krik qilib sochilibdi, buni. Shunday aka, zakazga qilib chiroyli qilib sepib bering. Bu darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsa, eniga 4 metr, balandligi 3.60 aka. Kiradigan eshigi o'ngda addenli bo'lgan, buniki ham ishlatilgan material. Qanot profillari aka 8 ga 4, ikkilik stenada bo'lgan. Aha. Listlarimiz 2 qavat 1.8 plisavoy bo'lgan. 1.400.000 so'mdan O'zbekiston bo'yicha dastlabki uстановkamiz bepul aka. 1.400.000 mingdan. Kraskasiga 3 yil kafolat beramiz aka. Ana shundoq akalar. Xo'p. Samarqand fason darvoza. Endi bu darvozamiz aka Samarqand fason, hali ham trenddan tushgani yo'q. Razmerlari eniga 3.5 metr, balandligi 3.5 metr. Nalichkalari ikkita yoniga, tepasiga alohida 30 sm dan chiqqan. Ha, bunga ishlatilgan materiallarimiz yo'llari 10 lik rossiyskiy shveller, qanotini profillari 6 ga 4, 1.7 lik bo'lgan. Listimiz 1.8 bir qavat, ustidagi bezagi 1.2 lik bo'lgan aka. 2 lik shumi yo'q, 1.2 lik. Ha, 1.2 lik list. Tagidagi 1.8 plisavoy, ustidagi 1.2 lik bo'lgan. Aha. Bunga ham grammatik sepmaganmiz, silliqda ishlab berganmiz aka. Rangi mokral asfalt, matviy bo'lgan buniki. Matviy xohlashdi egalari. 1 metr kvadratini 1.300.000 mingdan qilib beramiz aka. 1.300.000 so'mdan. 1.300.000 so'mdan qilib beramiz. 2 qavatlik aka. 2 qavatlik. Orqa ko'rinishlarni 3 qavat qilib beradigan bo'lsak aka, 1 metr kvadrat 1.400.000 so'mdan chiqadi. 1.400.000 so'mdan chiqadi. 1.400.000 dan aka. Ochilib yopilishlari ham bemalol ochib yopishaveradi aka. Bemalol. 3 qavatda o'rtasida 2 suv ketadi. Orqasida 2 suv ketadi aka, 3 qavatlikda. Ana shundoq. Varnasi ko'rinmaydi akalar. Chuquri ko'rinmaydi, lekin jetli holatda chiqadi. Xo'p. Akalar, bemalol ustakamiz raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Boshqa turdagi darvozalarni ham hammasini tayyorlab beraverasiz aka. Shunday aka. Rasmni tashlashsa bo'ldi. Rasmni tashlashsa bo'ldi yoki o'zimizga aloqaga chiqsa 100 dan ortiq turdagi darvozalarimiz bor. Tashlab beramiz. Qaysi biri ma'qul bo'ladigan bo'lsa, chiroyli qilib yasab beramiz aka. Murodjon aka, bu darvozani nech puldan qilib berasiz aka? Bu darvozamizni 0.9 qalinlikda bo'lgan aka. Hop, buni ham aksiya qilib beramiz.
Nisbatan beraveramiz. Xo'p, razmeri eniga 3 metr, balandligi 3.30 bo'lgan. Aha. 1 metr kvadratini 150 ming so'mdan o'rnatib beramiz aka, bu darvozamizga. 150 ming so'm. 150. Razmerlarini yozishadi kommentariyaga. Shundan tanlab olib, qiynalgan oilaga o'rnatib beramiz aka. Voy gap. Vodiy bo'yicha kelishi, dastavka ustanovkasi bepul, vodiydan tashqariga kelishilgan holatda bo'ladi aka. Vodiydan tashqari holatlarga kelishamiz. Kelishamiz aka. Aka, buni ham kraskasiga kafolatmi? Kafolat beramiz aka, 2 yil. Gap yo'q. 150 ming so'mligiga ham 2 yil kafolat deyishyapti akalar. Nechta bu? O'zini dedingiz aka, bitta o'zini 150 ming so'mdan olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Lekin akalar bosadigan joyi skidka bo'lsin, shunaqa bo'lsin. Bilasizlar, hozir darvozachi akalarni poynisda eritib yuribmiz. Murodjon aka ham bugun skidga tushdi. Keyin boshqa darvozachilarimiz ham tushadi. Aka, gap yo'q. Xudo xolasa video qilib chiqarib beramiz aka. O'zbekistonga qilgan joylarimizga. Ha? Keyingi videolar. Akalar bemalol ustaga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda tayyorlab berishaveradi.